Rahimbayevda bu borada yaxshiroq ko'rsatish bor, ammo hammasini oktagon ko'rsatadi, hammasini jang ko'rsatadi. Tezkor ekan Rahimbayev. Qo'l zarbalari anchayin tezkorlik bilan amalga oshirar ekan, buni ko'rdik. Jangni partirga o'tkazishga harakat qiladi, gilyotinaga tushib qolishi mumkin. Mahkam ushlab oldi. Butun tanasini oldinga tashlagan holda mana shu gilyotinadan chiqib ketishga bo'lgan harakatini ko'ryapmiz. Qo'l orqali bo'g'yapti bu vaziyatda. Oktagon chetiga olib bordi raqibini. Va o'ng qo'lda zarbalar. Hali hanuz gilyotina qo'yib yuborganicha yo'q. Ehtiyot bo'lish lozim. Yaxshi, hozir Sanjar Erkinov yaqin turibdi ko'rsatib berish uchun. Zadali Sharipov ko'rsatib bera olmaydi. Va chiqarib olyapti. Gard yopiq. Gard yopiq. Boshini chiqarib olyapti. Muxlislar darhol olqishlashyapti, chunki murakkab vaziyatdan chiqib ketishga erishmoqda. Islom Hamidov zarbalar berib ochkolar to'plashda davom etish kerak. Ikkita zarba yomon emas. Tirsakni ham ishga solyapti. Yana bir zarba tirsakda. Bir chiqishi kerak, yana katta ikkita, uchinchisi, to'rtinchisi. Yomon emas Hamidov, beshinchisi, oltinchisi. Ground and pound qisqa qorinbosh taktik jihatdan juda ham to'g'ri. Hammerfistlarni ham orada qo'shishga muvaffaq bo'lyapti Hamidov. Yana qorinbosh o'ng qo'lda zarba yo'llashga erishyapti. Yana Hammerfiz ortidan ikkita, uchinchisi, to'rtinchisi chuqur himoyaga o'tib ketyapti mana endi. Qanday qulay joylashuvni qo'ldan boy berdi. Mana endi gilyotina o'qilayotgan edi, ammo yo'llamadi. Hamidov tik turgan holda stoykaga o'tishga qaror qildi. Nega mana shu harakat? Nega amalga oshirildi? Ikkita zarba, uchinchisi. Hozir nafasini rostlab olishga imkon qidiryapti Hamidov. Gilyotina yiqitadigan bo'lsa vaziyat tugaydi va bo'ldi. Tik turgan holda gilyotinaga o'tkazishga muvaffaq bo'lyapti. Tik turgan holdagi gilyotina Islom Hamidov, Namangan viloyati Chortoqdan do'stlar. Tajribali raqibini qisqa fursatda mana shu jangga kelgan holatda taslim etishga erishmoqda. Sanjar Erkinov aytib o'tgan edi, bo'g'asan deyam, bo'g'a oldi. Demak, ushbu jangimizning rasmiy natijasi. Referi Davud Mirsalimov uni birinchi raundning 3-daqiqasi 25-soniyasida to'xtatdi va unda submission bo'g'ish uslubi bilan g'alaba qozonmoqda.
qizil burchak Islom Hamidov. Islom Hamidov qo'li baland ko'tarilyapti. Chortoq